Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Germaniyada bitta magazinga to'xtagan edim. Oldidagi anaqa mashinani zaryad qiladigan nimasida, zapravkasida mashinalar o'chirib turibdi, to'lib turibdi. Bundan oldin bir 4 tami 5 ta shunaqa zaryadniy zapravka ko'rdim. Ваше место назначения находится слева. Hatto birorta ham mashina yo'q edi. Albatta o'chirib turibdi. Nimaga bunaqa ekan deb bittasidan so'rasam, aytayapti, noto'g'ri zapravkalarga kirsa, bular yomkisi tushib ketar ekan mashinani. O'shaning uchun qarab, kачественный zapravkalarda qilish kerak ekan. Bular oqtarib yurar ekan yaxshi zapravkani. Undan keyin akalar nima deyapti, ikkita bir xil eski mashinalar. Shular 2001-2002-yilda Opel Astralari bo'lsa kerak. Ikkalasi ham eski mashinalar. Kimdir olib bir xil qilib bularni proyekt qilibdi. O'zlari eski bo'lgan bilan, lekin faralari 2025 ga o'xshayapti, tuning fari. Ikkalasini bir xil qilib bo'yab, bir xil qilib diskalarni taqib chiroyli qilib minyapti ekan. Kimga yoqadi shunaqa tuning qilingan eski mashinalar, lekin ideal holatda qilibdi. Mana zapravkamizga mashinalar kelib o'chirib turibdi. Bir xilgi joylarda shunaqa zaryadnik zapravkalar bo'ladi. Qarasalaring birorta mashina turmagan bo'ladi. Unaqa zapravkalar yomkisini tushirib yuborarmish mashinani. Endi elektromobil minganlar biladi.